Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 27-bob. Gulendamning o'limi. 1. Qo'rg'ondagi qo'zg'alang muzdavan ustida dahshatlik chiqilgan chaqmoqdek butun Tarim vodisini zilzilaga keltirib o'tdi. Aqsu shahridagi Gomindang doiralari aloq zotligidan puti ko'ygan to'g'idek sarosimga tushib qilishgan. Shahar ichidagi bir qism odamlar hada yizilarga qetishmoqda edi. Bu hol xalq ichida har xil gap so'zlarning avib ketishiga sabab bo'lgan edi. Gomindang askarlari Qashqarga chekinadi ekan. Partizanlar Bay Noisni egilabdi demisimi? Bu so'zlar amaliyotga uyg'un edi. Gomindang doiralari aloqazada bo'lib, uy besatlarini yarim kechida harvallarga besib, Qashqarga mangdirishga boshlagan edi. Har kuni gugum tushishi bilan tang sepil darvozalari taqilib, atsi kun nayzi bo'yi o'rligan chaqda andin echiladigan bo'ldi. 7-oyning oxirgi bir kuni yarim kechida Qashqar va Urumchidan birla vaqt ichida kelgan maxfiy telegramma bo'yicha Jao Tuanjang jiddiy yig'in echib, shaharni qat'iy mudofaa qiladiganligini uqtirdi. Mushu buyruq bo'yicha shaharni mudofaa qilish tayyorlik xizmatini jiddiylashtirish to'g'risida harbiy o'rinlashtirish planini e'lon qilib, Jang Vaybini qo'g'dinish atritining boshlig'i qilib tayinladi. Jang Vaybi shu soatdan boshlab butun shahar atrofidagi xalq uylarini ko'ydirib tashlash to'g'risida buyruq tushirdi. Shaharning 4 atrofidagi sepilga 1,5 kilometr keladigan doiradagi jimi uylar, maktab binolari, oshxonalar yong'in ichida qoldi. Xalq kiyim-kechak, qozon qo'mishlarini yo'tkab ketishga ulgurolmay, yong'inda yinayotgan mol-mulklariga ichi serilib, qiyo-chiyo va patparaqchilik ichida nola qilishadi. Tashqirqi bozorning janubidagi shimoliy darvozaga yaqin yerga joylashgan oshxonaning egisi oshpaz Salahun va Asqar Arslan Nijot qatorliq yigitlar qo'llariga kaltak to'qmoq elib, bir egizlikka chiqib xalqning gulxon bo'lib yinayotgan mol-mulklariga qarab darg'azab bo'lib turishadi. Shu asnoda tapancha asqan Jang Vaybi bir qancha qurolliq muhofazachilari bilan billa Salahun turgan egizlik kishiga kelib to'xtadi-da, so'rin talati bilan oshpazdin: "Nimishqa bu yerda go'shib turishsan? Yong'inni tomosha qilibmi?" deb so'radi. Ichiga dardini sig'dirolmay turgan Salahun Jang Vaybiga g'azab bilan ho'maydi-da: "Pa, qarang bu g'ojamning so'zini. Yong'inni tomosha qilish bulanchilarning kasbi, xalqning mol-mulkini ko'ydirish qaroqchilarning hunari. Senlarga osh bergan bechora xalqda nima gunoh bor edi?" dedi. Baslik tambal kelgan oshpazning alpozini ko'rib, Jang Vaybi orqasiga sal dojibroq qurolliq muhofazachilariga ko'z ishorasi qilib, oshpazni bog'lashga buyruq qildi. Muhofazachilar yugurib kelib Salahun oshpazni bog'lag'ocha langarlik yigitlar yo'lbostak etilib keldida, har biri ikkidan muhofazachini mushtlab, tutmollaq tushirib etishdi. Jidal boshlandi. Oduqqinidan chiroyda qon qolmagan Jang Vaybi o'q chiqarib Asqarni yorlandirdi. Dushman qaravullari tushma-tushdan kelib yigitlarni qo'rishib oldi. Yordamga kelayotgan shahar xalqini o'qqa tutib, maydonga yaqin yo'latmadi. Cheriklar oxiri Salahun oshpazni bog'lab olishdi. Nijot bilan Arslanni haydab turmaga akitishdi. Shaharlikka ibrat qilish uchun dushman cheriklari Salahunni tashqirqi bozorning shimolidagi bir cho'ng terakka esib qo'ydi. Jang Vaybi yirtqushlarcha Salahunga ho'miyib qarab turadi. U orqadan qarni yirtlig'icha varqirab: "Jojang manimi shu, bo'ysunmaganlarga tirik ibrat manimi shu?" dedi. Bugun qoq saharda yuz bergan bu qonliq fojiani yarim soatga qolmay butun shahar xalqi anglab ketdi. Yodikarning onasi Tojinsaxon ana, qizi Gulendam va Dilbarlarmu atigandilar ahvoldan xabar tepib beoram bo'lishgan edi. Tojinsaxon ana oqshomdan buyon qizlariga Lutfulla akanlarni yo'qlab kelinglar deb topilib,
yağlıq toqaç, kiyim-kechak, bir sevat meva tayyorlab, bugun sahardala mangdurmoqchi bo'lib turgan edi. Bu shum xabar yetib kelgandan keyin Mo'may shuklab ketdi. Uning ko'ksini birdamdala g'ashlik pardasi, qayg'u azobi qoplab oldi. U bir tartib ko'ziga yosh oldi. "Nimga g'am yeymiz ana? Jang panoqqa men o'zim tetiyman", dedi Gulandam Mo'mayni bezlab. Tajinsahon ana beshiga artib olgan oq lechkining uchi bilan beshini surtib o'tib, "Yo'q balam, bugun barmanglar, ular hozir itdek g'aljirlashibdi. G'aljir itning tishidan zahar tamidi", dedi. "So'zingiz to'g'ri", dedi Gulandam gapini davomlashtirib. "Lekin bugun Lutfulla akamni yo'qlaydigan kun. Dilbar bilan ikkimiz birga boramiz. Lutfulla akam har yakshanba kuni bizning bordig'imizni biladi. Uning bu yerda bizdan boshqa hech nimasi yo'q. U bugun yo'limizga qarab qolmasin." Tajinsahon ana bir oz o'ylanib biroq beshini ling'ishtib qizlarining berishiga ijozat berdi. Gulandam xushalliqida onasini quchoqlab suyib ketdi. Mo'maymu qizining mag'ziga suyib turib, "Aytulunim, sana ko'z tegmasin. Menish oldida ikki mag'zingga qora xal tekkizib qo'yay. Bota ko'zim", dedi. Tajinsahon onaning so'zini anglab qizlari kulishib ketishdi. Mo'may ko'mir bilan Gulandamning yuziga bir qancha qora xal chekib qo'ydi. Gulandam beshiga dagi yog'liq artib olgan, kuchisiga rangi o'ngib ketgan sargaz ko'nglik kiyib olgan edi. Bu oddiy kiyimlar uning oydek jamoli va tabiiy go'zal bastiga yarashib ketgan edi. "Ana, singlim Dilbarmo mendan qilishmaydi-ku. Nimishqa uning yuziga xal chekib qo'ymaysiz?" dedi Gulandam. Gulandamning bu so'zi Mo'mayni kuldirib etdi. Dilbar ushoq o'rilgan va ko'ksiga tushib turgan sumbul sochlarining kuchini o'ynab bir chetda o'moqqina kulimsirab turadi. "Rost deysan, qizim", dedi Mo'may Gulandamning so'ziga javoban. "Dilbarmo chiroyli, lekin u kichik. Sening beshanda bo'lsa, qasd agib yuridi. Bu ahvolni men doktorxonada yetayotgan chig'imda Lutfulla akanglarga so'zlab bergan edim. Sana her bala kelsa, ashu jang panoqdan keladi. Sen onundan hazar ayla, qizim." Gulandam bilan Dilbar Lutfullaga tayyorlagan narsalarni ilib, saqchi idorasi turmisiga qarab yurib ketishdi. Ağaçsının ikkilan langar ko'cha do'qmushiga yaqinlashgan sari ko'yayotgan uy imoratlardan chiqayotgan istutakning shaharni qoplab ketganligini ko'rdi. Hasharga tutib kelingan dehqonlar eshak va ot harvalarda chang to'zon purqaritib, buzib etilgan va ko'ydirilgan uylarning to'pa kesaklarini to'shib yurishatdi. Sepil atrofini cho'rdab azgal qiziyotgan necha ming hasharchi jallodlarning qamchisi ostida ishlayotdi. Gulandam bilan Dilbar do'qmushdan so'l tarafga qayrilib odam shalang mangadigan orqa yo'l orqali saqchi idorasi turmisi oldiga keldi. Bu yerda turmada yetayotgan mahbuslarni yo'qlab kelgan necha yuz ayol qator tizlashib turadi. Gulandam bilan Dilbarning yetib kelishini atagandan biri taqozolik bilan kutib turayotgan Yunus paydo bo'ldi-da, tabassum bilan qizlarning oldiga keldi. Dilbar Yunusni ko'rishi bilanla vallada qizirib yerga qarab oldi. "O'tgan qitim Lutfulla akam avatgan xat xaltanglarni topshirib berdim", dedi Yunus pichirlab. "Hozir vaziyat yomonlashib qilyotdi. Bu yerda tursanglar saqlab qolsizlar. Akelgan narsalarni yana o'zim uning qo'liga tekkizaman. Sizlar qaytib ketinglar." Gulandam qo'lidagi narsa keraklarni Yunusga topshirib berib, "Lutfulla akamning tini saqmi?" deb so'radi. "Yaxshi turyotdi. G'am qilmanglar. Tajinsahon onamga salom danglar. Men oqshomgachilik langarga chiqaman. Xayr amsa." Gulandam bilan Dilbar Yunusning so'zidan xushal bo'lib, yana bayqi yo'l bilan qaytib ketishdi. 2. Bugun peshin vaqti bo'lgan chaqda qo'g'dinish atritining mas'uli Janvaybi kelib Salahun oshpazni osmoqdan bo'shtib qo'yib berdi. U surishtirib, Salahun oshpazning Tajinsahon onaga tuqqan ekanligini bilib qoldi-da, Gulandam bilan Tajinsahon onaning tishiga tegib qo'ymaslikni ko'zlab, Salahun oshpazni qo'yib berish orqali uzundan beri ko'ngliga pukib kelayotgan qara niyatini ishga oshirish qaroriga kelgan edi. Janvaybi
xilidan beri Gülandamning piyiga tushib kelyotdi. U har tarafdan uqishib Gülandamning kichkidan Tojin Saxon ana asrab cho'ng qilgan Xanzu qizi ekanligini bilib olgan edi. Shunga Gülandam sestralik qilayotgan viloyatlik doktorxonaga pat berib turadi. Gülandam uningdan saskinib qachatdi va ko'p qitim uni qattiq silkiyotgan edi. Jangbaybi go'yo dashnam yeginim, oshnan yeginim degandek zodila ara olmay kulib o'tkazib o'tdi. Keyingi kunlarda u yana Osman bilan Li Kaymin ning Gülandamni talishib bir-biri bilan muhabbat raqiblariga aylanganligini bilib oldi. Buningdan foydalanmoqchi bo'lgan Jangbaybi Tojin Saxon ona bilan Gülandamning ko'nglini tutib olaman deb o'zining ismini darhol Jang Mehmet qilib o'zgartmoqchi bo'ldi. U langarlik ushoq bolalarga pul berib, "Meni Jang Mehmet deb qichqiringlar" deb o'gitib qo'yishi shu sababdan edi. Shuningdan keyin bolalar uni Jang Mehmet, Maymoq burun Jang Mehmet va Panoq Jang Mehmet deb ataydigan bo'lib oldi. Lekin hammadan muhimi Aqsuda yuz berish oldida turgan urush vaziyati uningga zo'ravonlik qilish shart sharoitini yaratib berish oldida turadi. Li Kayminni u qo'rchoq qo'dinish atratiga zo'rlab oshpaz qilib oldi va langarga chiqolmaydigan qilib qo'ydi. Osman bo'lsa qamoqda edi. Gülandam bilan Dilbarga boshpana bo'lib kelgan shoirni bo'lsa o'z qo'li bilan qamidi. Qo'dinish atratining boshliqlik imtiyozidan foydalanib, yaminiga kelsa u har ikki raqibini joylab o'tmoqchi. Eng oxirida Gülandamni qo'dinish atratining a'zoligiga tizimlab, urush vaqtida yaradorlarni davolash majburiyatiga qistirmoqchi bo'ldi. Lekin Gülandam uning hiylasini rad qilib keldi. U qo'g'dinish atratidan bosh tartibla qolmay, balki o'z maqsadini qilcha yo'shirmasdan ochiq jakarlab, "Anam kasal turuqliq, men hech yerga bora olmayman. Anam meni beqib cho'ng qildi. Men balalik qarzimni ado qilaman" dedi. Jang Mehmet Gülandamning bu keskin javobidan parishon bo'ladi. U tun kechalab chigish xiyollar ichida to'lg'anadi. Asabiylashib, har xil yomon g'arazlarni ko'ngliga pukatdi. Yeshi 35 dan hal qilgan qariniyat Jang Mehmet oxiri o'z-o'ziga qasam ichdi. "Güzel Javjun, sening taqdiring mening qo'limda. Ikki raqibim xanjirim besi ostida. Güzel Javjun, at keladi bir kun." Askar Javjun Wang Javjun nomli güzel kinizakning qisqartirilgan nomi. U milodiyadan burunqi 55-yili Xan sulolasi ordusidagi güzel kinizak edi. Uning go'zalligi, aqlliqligi nurg'un tarixiy hikoyalarning manbasi bo'lib kelmoqda. U shu chaqda Hunlarning sarkardisi Tug'ishar Tag'riqutga turmushga chiqqan mashhur ayol diplomat Jang Mehmet bu yerda Gülandamni go'zallikda ana shu Wang Javjunga o'xshatyotdi va hasrat chekyotdi. Jang Mehmetning taqozolik bilan kutayotgan kuni yaqinlashgan sari partizanlarning yetib kelishimi yaqinlashmoqda edi. Sepil atrofini aylantirib qizilgan cho'nqur xandak kutib bo'ldi. U xandaklar suv bilan to'shqizildi. O't qo'yilgan uy imoratlarining to'psi to'shib tugatilib, keng maydon ichildi. Bu partizan jangchilarni Sepilga yaqin keltirmaslik uchun ko'rilayotgan harbiy tadbir edi. Jang Mehmet bu ishga yetakchilik qilib, xizmat ko'rsatib, taqdirlangan bir oqshimi u yana bir yangi xizmat topshirib oldi. Hozir u darvoza rasmiy taqalg'uchilik partizanlarning orasiga chorlig'uchi xodimlarni avatish uchun yo'shirin baza tanlashga kirishdi. U uyan o'ylab, buyan o'ylab, faraz qilgan yo'shirin bazalarining ichidan eng ishonchli deb hisoblangan bir joy darhol uning esiga keldida urushdan keyin oltin medal taqash va Gülandam bilan tantanlik to'y murosimi o'tkazishlarni ko'z oldidan o'tkazib, xushalligidan o'z-o'ziga so'zlab ketdi. "Hozirla shu yerga menishimiz kerak." U o'zi bilan billa Aki Payjon va Ablay Qavonni ilib, namoz shom vaqti bilan shaharning Gulbog' darvozasidan chiqib ketdi. Ular shaharning g'arbidagi otliq askar maydonining shimoliy tarafiga joylashgan Tugmanbeshi o'rmonligiga qarab minishdi. Alahizal
bir saat manganda ormanlık içinden bir guva yoruq göründü. U şu ormanlık içideki bir öyning deresinden görüngen qaraçalaq yoruqi idi. Ular öyning qishiga yaqinlashganda Can Mehmet ikki hamrohining qulqiga pichirlab, "Biz hozir mushu uyga kiramiz. Bu uyning egisi tul ayol So'ng Zo'rxonni sizlarmi toniysizlar? Bu mashhur mayxona bo'lgani uchun boshqa kishilarmi bo'lishi mumkin. Biz ularni qo'g'lab chiqaramiz. Men So'ng Zo'rxon bilan so'zlashganda sizlar qo'shiq solmay, mening og'zimga qaranglar. Ko'p ichib mast bo'lib olmanglar. Biz bugun intayin muhim bir vazifa bilan keldik. So'ng Zo'rxon mengisi sagak ayol. Diqqat qilinglar", dedi. Ular So'ng Zo'rxonning uyiga kirishdi. Rost degandek, uy ichida shaharlik yoshlardan ikki Uyg'ur, bir Xuyzo yigit haraq ichishib o'ltirgan ekan. Ularning ichidagi o'ruq beri xili kayib bo'lib, kursda o'ltirolmay, Can Mehmetlarning kirishi bilan tangla yerga yiqilib tushdi. Can Mehmet buni bahona qilib, haraq kashlarga ko'z alaytib turib, "Qo'posh o'rningdan, hozir qandoqcha? Texicha xudingni bilishmay yurishyapsan, ko'zimni yo'qol. Bo'lmasa ana-manani ko'zingga ko'rsataman", dedi. Araqkashlar Can Mehmetning hayvisidan qo'rqib, g'ibida tikib etishdi. Arqadan "Apu qilsiz, So'ng Zo'rxon", dedi Can Mehmet uy egisiga qarab. "Bugun siz bilan xoliroq paranglashqili, ham ozroq araqmo ichkili keldik. Shunga men maslarni yo'lga silvatdim." So'ng Zo'rxon gap so'z qilmay yangi xaridorlarning oldiga 2 botlika haraq qo'ydi. Tuzlab pishirilgan tuxum zakuskasidan bir taxsa keltirdi. Can Mehmet saqiylik qilib sheriklariga haraq mangdirishga kirishdi. So'ng Zo'rxonning tugman beshidagi mushu oddiy 2 ig'izliq uyiga ko'chib kelib o'ltirganiga 20 yildan oshgan edi. Uning 19si bir alabo'yin pista kuchki va oddiy o'rin ko'ribsizlar bo'lib, turmush qiyinchiligidan keyingi kunlarda haraq setib kun ilib kelgan edi. U hozir 40 yoshlarga berib qolgan bo'lsa-mu, yanada yosh ko'rinadi. Uyg'ur qo'shna qo'limlari bilan inoq o'tadi. U uchsiga nefis durdun juyozi kiyib, beshiga oq lechak silib yuradi. Shunga uning So'ng Zo'rxon degan ismi jismiga mos keladi. Uningga bu nom Bugur Yingsarda Uyg'urlar tarafidan berilgan. So'ng Zo'rxonning asli ismi So'ng Guyfang idi. U Gansudagi bir kambag'al Xanzu dehqonning qizi bo'lib, u Bugurning 1915-yilidagi ambili Li Huaguning kichik xotini bo'lgan. Shu yili Gilavxuy tashkilotining a'zolari Li Huaguni o'ldirib tashlaganda So'ng Guyfang qochib ketib, Bugur Yingsardagi Uyg'urlar orasiga yo'shirinib olib, kun kechirdi. 1919-yili Jingshurin Aqsuga ambal bo'lgan chaqda So'ng Zo'rxon Aqsuga ko'chib kelib, o'ltiraqlashib qolgan. Can Mehmet buningdan ilgari bu uyga bir necha qitim kelgan bo'lib, shu chaqda So'ng Zo'rxon o'zining tarjimonini uningga aynan so'zlab bergan edi. Shunga bugun ular o'tirisida bir-birini tonishtirish hojatsiz edi. Can Mehmet o'z sheriklari bilan ichib xili shir kayib bo'lganda, bugun bu uyga kelishidagi muddasini oshkorladi. "So'ng tatay, bugun biz bir muhim ish bilan keldik. Hozir shaharda bo'layotgan jiddiylikni siz mo bildigansiz. O'g'irlar hozir ishkimiz oldiga yiqilishib qoldi. Ular shaharni qorishib olsa, sepil darvozasi taqilishi mumkin. Biz sepil ichida turib, jang qilishning sirtida bir qism chorlig'uchi xodimlarimizni o'g'irlarning ichki qismiga, orqa sepiga kirgizmoqchimiz. Bizning shu chorlig'uchi xodimlarimizga sizning mushu o'rmonlikdagi uyingiz aloqa bog'lash uchun aplik. Sizmi bizga aloqachi bo'lib bersangiz, xizmatingizni yerda qo'ymaymiz. Qandoq deysiz? Qaynoq suv ich, ko'ngling tinch degan gap bor", dedi So'ng Zo'rxon javob berib. "Men bu xizmatning hududidan chiqolmayman. Men pat yaqinda bu yerdan ko'chib ketaman. Menga ko'ngil tinchligidan boshqa gap qo'sh yoqmaydi. Yashangan chig'imda balo qazoni ko'tara olmayman." Can Mehmet shuncha qilib baqsimi, So'ng Zo'rxon uning so'zini ilik olmay, o'z fikrida chin turib oldi. 3 kishi haraq ichib, vaqt xili bir yerga berib qolgan edi. Can Mehmet
yana so'zlayverishdan natija chiqmaydiganligini his qilib, o'rnidan turdida ketishga tamshaldi. Lekin shu asnoda mast bo'lib qolgan Ablay Qavan daldanglab kelib, so'ng Zo'rxonning qo'liga esilib olib, "Men shu Ablay Qavan o'g'irlarning adibini berish uchun o'rmonlikqa keldigan boturman. Siz meni yoqtirmamsiz?" deb so'zligini turdi. Ablayning so'zi texi oxirlashmagan edi. So'ng Zo'rxonning pista kuchki uchqandek etilib kelib ustal ustiga chiqdi-da, Ablayning o'ng quliqini tishlab sangiltib qo'ydi. Ablay Qavan "Vayjon" degan peti so'ng Zo'rxonning qo'lini qo'yib berdi. Hakimu kelib Ablayning quliqini beshi bilan qo'shib bir eski latida tengishga kirishdi. Jang Mehmet ochiqida so'ng Zo'rxonga "Bu nima degan qamlashmagan ish? Bu zodi nima bo'lg'ini?" deb kayishqa boshladi. "Nim bo'ladi? Sizning ishtingiz qo'limga eslaganda, mening ishtim ko'nchilikka paylamay, kushandisning qarniga pichoq soldi." G'azbi o'rlab turgan Jang Mehmet so'ng Zo'rxonning gapini anglab kulibdi. Chunki so'ng Zo'rxonning teran kinoyasini Jang Mehmet tushunib bo'lgan edi. Biroq Haki bilan Ablay Qavan dötlikidan yanala tarsalik qilib pista kuchukni etib tashlash uchun yon qurolni chiqarishdi. Ammo zirak pista kuchuk allaqachon uydan g'oyib bo'lib, o'rmonlik ichiga kirib ketgan edi. "Ranjimaysizlar", dedi so'ng Zo'rxon ularga cho'nqur ta'ni qilib. "Men bu kuchukimni boshqalarning kuchugidan a'tibor bilaman. Bir quloq uchun uni o'ltirib o'tishga bo'lmaydi. U mening vafodor qaranchuqim, ko'ngil armikim." Jang Mehmet bu so'zning ta'mini dedida ikki hamroyini boshlab ilojsiz qaytib ketdi. 3. So'ng Zo'rxonning uyidan qaytib kelgan kunning ertasidan boshlab Jang Mehmetning yuki texmo ig'irlashib ketdi. Boy tarafda yaralangan qo'rchoq qarovulchi qismlarning xodimlari arqa-arqadan uzilmay kelib turadi. Jang Mehmet ulardan yangi shum xabarlarni anglab turadi. U bir kuni ishxonasida beshi qatgan holda xiyol surib o'ltiradi. Sirtdan tuyuqsiz anglangan oyoq tovushi uning xiyolini uzib qo'ydi. "Jamden yana 5 yordar yetib keldi", dedi qo'g'dinish atratining yordorlarini o'rinlashtirish guruhining xodimi Razaq kirib. Jang Mehmet bir pas o'ylanib olgandan keyin "Tizden Xanzu boshlang'ich maktab binosiga o'rinlashtiringlar", dedi. "Yordorlar kun sanab avib ketyapti. At o'gun yana ko'payishi mumkin, lekin joy yetishmayapti. Hammadan muhimi doktor, sestralarimiz intayin kam. Viloyatlik doktorxonaning xodimlari tizimlik bo'yicha ko'chib kelib o'rlashdimi? Faqat Gulandamla anamga qarayman deb tizimga oldirmadi. Ham bu yerga kelishni rad qildi. Qolganlarning hammasi kelib joylashib oldi." Gulandamning nomini olgan Jang Mehmetning beshidan tutun chiqib, yuragi silib ketdi-yu, lekin bilindirmadi. Razaq chiqib ketgandan keyin u yana Gulandamning tarsaliqiga qarata qanday tadbir qo'llanishning lozimligi to'g'riliq uzun o'ylandi. Biroq uning xiyoliga tuzukroq bir aql kirmaydi. Oxiri u eng yovuz bir chorni o'yladi-da, zapas o'qlangan 2 tapanchini 2 yiniga esib, dara g'azab bilan ishxonasidan chiqib ketdi. U tushlik tamoqini yeb bo'lgandan keyin shahar mudofaasi komitetining topshiriqi bo'yicha sepilning potaylariga, darvozalarga bir bandin qarovullarni o'rinlashtirdi. O't o'chirish atratlarini, urush vaqtida suv masalasini hal qilish uchun mas'ul guruhlarni, yordorlarni davolash atratlarini bir-birlab o'rinlashtirib chiqdi. Bo'libmi, turmada yetayotgan Lutfulla Mutallib boshliq siyosiy mahbuslarni qattiq nazorat ostida tutish uchun eng kuchli qarovullar bilan ishonchli gundupaylarni bekitib, ularga yordamchi kuchlarni ko'paytdi. Partizanlarning orqa sepini parakanda qilish uchun eng tajribali josuslarni tanlab yo'lga soldi. Bu josuslar kichik tijoratchi, qalandar niqobi bilan Oqsu, Bay naillarda payloqchilik qiladi. Ularning biri tajribali josus Mehmet İsa bo'lib, u bir oy burunla yo'lga silingan edi. Ba'zilari bugun tushdan keyin yurib ketdi. Jang Mehmet Gulandamning uyiga o'chmanlik bilan qarag'anligini Osman bilan Li Kaymindan ko'rib,
bu ikkisini joylab etishni esidan chiqarib qo'ymadi. U Li Keyminni turmaga osh to'shg'uchi qilib bekitib, uning ustidan nazorat qilish uchun ikki oshpazni tayinladi. Osmonga bo'lsa Dong Jianyujanga topshirib qo'sh ishga silib qo'ydi. Jang Mahmad mushu ishlarni tel to'kis puttirib namoz digar bilan o'pchi tamoqxonasida kechlik tamoqini yedi-da, yana Ablay, Haki qatorliq qo'l chumoqlarini agashtirib o'z ishxonasiga qaytib keldi. Uchaylan uning ishxonasida xufiyonicha bir tarafdan ichib, bir tarafdan bugun oqshomqi yangi vazifa ustida paranglashib o'ltirishdi. O'g'irlar bugun kecha tong saharga yaqin cho'qim sepil atrofiga yetib kelishi mumkin. Biz yo'llarga qarovul qo'yib bo'ldik. Ulardan xabar kelguncha uchaylan Langar ko'chasiga berib, charlash xizmatini ishlaymiz, dedi Jang Mahmad. Bo'ldi. Ablay bilan Haki tanglar qulluq bildirib, xizmatingizga biz tayyor. Ular bir butilka haraqni quruqtab bo'lganda xutdan vaqti bo'lib qolgan edi. Ondan ular darhol qoralanib, o'rnidan turishdi-da, ishxonani taqab, Langar tarafga qarab mandi. Shaharning shimoliy darvozasi yiniga borganda, Jang Mahmad yanchiqidan alohida huquqliq kinishkisini chiqardi. Qarovullar uningga chas berib, darvozani ichib berdi. Jang Mahmad darvozaning sirtida turib, qarovullarga buyruq berib, "Biz yelila qaytib kelamiz. Faqat bo'linglar. Partizanlar bugun kecha kelib qilishi ehtimolga yaqin. Darvozani mahkam taqash uchun tayyorlangan qum tag'arlarini yo'tkab sepil darvozasi yiniga keltirib qo'yinglar", dedi. "Xo'p", dedi qarovullarning banjangi Jang Mahmadga chas berib. To'liq qurollangan bu 3 kishi Langar ko'cha do'qmishiga yetib keldi. Jang Mahmadning yuragi silib titrashga boshladi. U do'qmishda birdan to'xtab, yuragi iziga tushgandan keyin qo'l chumoqlariga "Biz hozir bir uyga kiramiz. Bu uyda bir sestra qiz bor. Bizning yordar bo'lgan kishilarimizni davolashga sestra kam. Biz shu qizni akdimiz. Agar u qarshilik qilsa", dedi. Jang Mahmad oxirgi muddasini so'zlayolmay, kekashlab to'xtab qoldi. Ablay Qavan xo'jayiniga xushomad qilib, "Shu mo gap bo'lamdi? Bir qizni aktalmaymizmi? Qarg'aydak 2 yordamchingiz tursa, nemadan andish qilasiz?" dedi. Ular Udul Tajinsaxon Momayning ishiki oldiga bordi. Momayning tashqirqi ishiki ichidan nokida iliqliq edi. Ablay ishik beshidan atlab tushib, ishikni ochdi. Ular Momayning hovlisiga kirib, ishkarki uyning ishikini ting-tingladi. Uy ichida pil-pil qilib yinayotgan qora chiroqning sho'lisi ishik go'chqidan g'uva ko'rinib turadi. Ablay Qavan birinchi bo'lib ishikni chekdi. "Kim?" dedi Gulandam qattiq varqirab. "Men", dedi Ablay muloyimgina. Uy ichidagilar texi uxlashmagan edi. Uning ustiga bugun Tajinsaxon Momayning navra inisi Salahun Ashpaz Momaydan hal so'rab kelib qo'nib qolgani uchun ular paranglashib o'ltirishadi. Gulandamning ko'ngli bo'lakcha bo'lib, eshikning to'satdan chekilganligidan xudik siridi-da, ochmaslik qaroriga keldi. Lekin Momay eshik sirtidan anglangan ovozni Yunusning ovoziga o'xshatib, qizga eshikni ochib berishni buyurdi. Gulandam eshikni ochishiga 3 jallod bostirib kirdi. Uyning ichini birdamda dahshatlik surib bosdi. Gulandam qotillarga nafrat bilan qarab, "Gapinglar bormidi? Nimishqa og'riq yotgan kambag'al tul xotinning uyiga kechsi bostirib kirsizlar", dedi. "Biz sizni qichqarg'ili", dedi Jang Mahmad so'zini to'liq izhor qilolmay duduqlab. "Meni onamdan ayirishga hech kimning haqqi yo'q. Men senlarga qarzdor emas", dedi Gulandam qahri g'azab bilan o'mib. Kanda o'ltirgan Salahun Ashpazning saprasi o'rilib, o'zini aranla besilib turadi. Partizanlarning kelib qolishdan ensirayotgan qotillar uy ichida Gulandam bilan uzun takallashib turishni xohlamaydi. Jang Mahmad yaloqchisi Ablayga ishora qildi. Ablay Qavan darhol Gulandamning belikidan tutib, hovliga so'rab chiqdi. Salahun bilan Tajinsaxon Momay o'rinlaridan turishib Gulandamni qutuldirmoqchi bo'lishdi. Lekin og'riqchan Momay eshik oldida dugujib yiqilib tushdi. Salahun Ashpaz Momayni yo'lab turg'izgacha qotillar Gulandamni ko'chiq so'rab chiqib ketishdi.
Salahun hovlidagi yo'g'on paltini oldida yugurib chiqib Ablayning qo'liga chapdi. Uninggacha Mo'may yugurib kelib Ablayning qo'lidan ajrab chiqqan Gulandamni quchoqlab oldi. Salahunning qo'lidagi paltini ko'rgan dushmanlar yonlaridan tapanchisini chiqarishdi. Shu asnoda langar ko'riki tarafdan partizanlar etayotgan o'q ovozi anglanishga boshladi. Dushmanlar aloq zoti bo'lib Gulandam, Tojin Saxon Mo'may va Salahunni ko'cha o'ttirsizla etib tashladi-da, sepil ichiga qarab qochishdi. Aradan uzun o'tmay Nurulla, Muxtar Margan, Qurban Qilich qatorliq partizan jangchilar otliq yetib kelib, ko'chaning o'ttirsida qonga milinib yotgan 3 jasadning yenida to'xtadi. Vafodor ona bilan qahramon qizning sapqini bir-biriga qo'shilib, oy sho'lisi yo'rtib turgan yo'lda yamirgan edi. 27-bob tugadi.